Mana Abbosjon, sen qisqa muddat ichida IELTSdan bir urinishdayoq 8 ball olding. Mana kursimga kelgan vaqtingda qaysi darajadan boshlab o'rganish boshlading? Ya'ni alifbodan boshlab dars o'tilardi. O'sha alifbodan boshlab 11 oy pre-IELTS o'qiganmiz, keyin 3 oy IELTS o'qib, noyabrda keyin topshirib 8 olganman. Listening bo'limidan 9 ball olgansan. Buni siri nimada deb o'ylaysan? Siz bergan vazifalardan boshqa qo'shimcha vazifa uncha qilmaganman. Shu siz bergan vazifalarni lekin sidqidildan qoldirmay qilganman. Hatto listening nimaligini bilmay kelganman. Hozir ana bir kishiga dars berayotgan darajadaman masalan. Reading 8,5. Readingni faqat javob olish uchun emas, balki o'zim qiziqqan mavzularim bo'lsa, dunyoqarash oshirish uchun ham o'qiganman. Abbosjonning yana bir fishkalaridan bittasi, dars davomida nima yangi ma'lumot aytsak, bloknotchasiga doim yozib olib borardi. Rahmat Abbosjon, o'qishlaring omadini bersin. Rahmat. Salomat bo'ling.